Şərq Türkistanda organ təqdim qılğıçılarının zor dərəcədə köpəyişi diqqət qozğadı, qədərli görmələrimiz. Əlbəttə, bu məsələmi Şərq Türkistan xalqıga bizlər üçün yeni bir məsələ emas. Xitay təcavüzçülərinin xalqımızınki məyli şu yaxınqı yıllardakı bulubmu lager siyasəti başlanğandan ki köpləb şu lagerga tutqun qılınğan ayal məyli yeşik, kiçik, ko'ng bularning şu lagerdeki her xil tekşürüşlerge mecburlanışı. Bu meselemi organ, Xitay'nınki şu mecburi organ yığıveliş cinayetini qaytadan gün tərtib kelgan meselelerdi. Onundan ilgirki yıllarda mı vatanimizde bundaq facialarning köplep yüz berdiganligi bizga xuva bir mesele emas. Lekin Xitay bu qatim e'lon qilgan xabar sifatida Xitayning organ torbetlərdə, Xitayning resmi Suvanı bo'lgan to'rbatlarda e'lon qilingan sonliq ma'lumotlarni insonni cho'chitadigan darajada bu jinoyatning to'xtovsiz ijro qilinayotganligini bildiradigan bir narsa bo'ldi. Xitoy Qizil Kirist jamiyatining sonliq ma'lumotlari. Bultur Sharq Turkiston bo'yicha 184.500 odam qatim haqsiz qon taqdim qilganligini e'lon qildi. 4650 kishi qon ishliguvchi g'ol hujayra taqdim qilish bo'yicha tizimlab qon avrishkisi elib ambarga kirgizilganligi, organ taqdim qilishga tizimlatganlarning 15200 kishiga yetganligi, oldingi bir necha yilga selishtirganda zo'r darajada oshganligi qayd qilingan. Bu sonliq ma'lumotlarni men yuqorida deganimdek qancha o'nga ko'paytirishimiz kerak. Xitoy agar buni e'lon qilgan bo'lsa, bu buningdan necha hassa ko'p degan gap. Xabarda bundan ilgari 3ni taqdim qilish, ya'ni haqsiz qon taqdim qilish, qon ishliguvchi g'ol hujayra taqdim qilish, jasad va badan a'zolarini taqdim qilish tashviqotida safarbarlikda kengaytishni to'salg'i ko'p ekanligi, atalmish an'anaviy qarash xato tunish sababli. Xitoy sharaf numussizlarniki so'ziga qarab boqaylik. Ya'ni biz bir musulmon xalq bu yerda yashayotganlar. Bizning bir hatto o'lgandan keyingi jasadga qanday hurmat qilinganligi, uning qanday chiqilishga bo'lmaydiganligi belgi nimiz bor endi. U har doim hurmatlik bo'lganligi uchun. Bu yerda bizni bu yerda tishlab tortishga uringanda an'anaviy qarash xato tunish sababli qatnashish nisbatining to'van bo'lib kelganligi. Bundan buni Sharq Turkistonda. Yaqinqi yillarda bo'lsa zo'r darajada oshganligi da'vo qilingan. Ve en numussiz, en echinarlıq ifadeler şu ki, muşu cinayetini, muşu numussizliğini, muşu bastırışını ne mi deydi? Bütün sepsette, bütün bastırışlarda işiltik olan sözünün okuşunu işiltiklik. Atanmış Cumhuriyet milleti ortak gövdesi enine müstehkemleşti ki, illiqlik yetkizüş vasıtası diyen bu numussizlarca ibarını işlet öyle bakayla. Dünyada şərməndilik bunundan öte olmaydı hem de. Şuncu vala bastırırsa, onun kendinden numussizlarca, yani bununla çatısa bunu. Özlerinin Xitaylarga bir qatım çetip baktın mı bunu? Özlerinin Xitaylarga təşviq qilgan vaqtida bunda deb baktın mı? İştinin qurtidek mıg-mıg Xitaylarga təşviq qilganda bunda deb baktın mı? Ama Şarkı Türkistan'a gelgende bunu teşvik kılsa. Bunun kılıp avazını çıkargan uyak buyaktan bunun itiraz bildiğen bolsa çaplaydıgan cinayet tayyalam. Cumhuriyet milleti ortak gövdesi, milletler itibaklı bunun karşı çıkıvatam sen dep kökemilik kılsa. Xitayning Şarkı Türkistan'daki irqiy qirg'inchilik jinoyati jazo lageri, men yuqorida dedim bunu. Türmelerdeki Uyg'urlarninki ve başka Qozoq, Qirg'iz şu vatanimizdeki asli vatanimizdan egalari bo'lgan bu yerninki Türk xalqlarining ichki a'zolarini majburiy yig'ib olish jinoyati alohida gavdlik holatda o'ttirg'a chiqayotganligi hammamizga ma'lum bir masala. Gerçi Xitoyning sonliq ma'lumotlar masalasidan to'xtaldim abay. Demak, bu sonliq ma'lumotni shunday e'lon qilishining o'zi bu jinoyatning texmi kuchli shaklda elib berilayotganligini ochiq ro'shan isboti bu qadarlik ko'rmalarimiz. Mutaxassislar bo'lsa jazo lageriga qamalgan Uyg'urlarning qon suyduklarining va boshqa a'zolarining ko'p qatimliq sistemalik tekshirilishining amiyati ichki a'zolarining iqtidorini baholash ekanligini o'ylab qo'ydi. Buni biz ilgari shu jazo lageri masalasida lager shohidlarimizning guvohligi asosida hatto biz mutaxassislar bilan suhbatmi qildik ilgari yillarda.
Yani Xitoy u yerga kirgan Uyg'urlarningki salomatligi o'zgarib qolmasin, bizga kuyunib ketib, yaxshi bo'lishi uchun tekshirmayapti bu yerda. Qonni to'xtamay qon tekshirishi, suydik tekshirishi. Buni hammasi bilgan o'ylab qo'yaylik. Bu nima uchun tekshirildi? O insonningki bo'riki, boshqa a'zolari sog'lommi? Men o'g'irlamoqchi bo'lgan palani Xitoyga sotmoqchi bo'lgan, shuning bo'rikiga, shuning jigariga bir narsasiga uyg'un kelamdi ekanda, bu iflos maqsad bilan tekshiraydi amaliyotda. Yani bunu mutaxassislar, yani dunyoda qon suydik tekshirgan bo'lsa, bu a'zolardagi masalalarni tekshirish uchun qildi. Yani bunu mutaxassislar o'tirib qo'yib kelayotgan masalalar o'ylab qo'ydim. Xitoy ta'minlagan rasmiy sonliq ma'lumotlarda ro'shan soxtalik mavjud ekanligini, a'zo taqdim qilishning birdan-bir ichki a'zo manbasi emasligini ta'kidlab kelmoqda. Yani Xitoy hammani o'zi xohlab taqdim qilyapti deb dunyoga buni setishga tirishadi hamda nomussizlarcha. Amaliyotda bu butunlay yolg'on deyapti buni mutaxassislar. Bultur e'lon qilingan xabarda Xitoyning 2030-yilgacha Sharq Turkistonda a'zo ko'chirish markazidan 6ni ko'paytirib qurishni planlaganligini shu vaqtida bergandik biz bu xabarni. Bunun bilan Sharq Turkistondagi a'zo ko'chirish markazining 9ga yetadiganligi oshkorlangan bo'lib, Xitoy tashviqot vositalari xabar qilayotgan organ taqdim qiluvchilar sonining zo'r darajada oshayotganligidek bu qo'rqinchli bir yuzlanish Xitoyning Sharq Turkistonda a'zo ko'chirish markazini qisqa vaqt ichida hassilab ko'paytirish plani bilan mos qadamda bo'lmoqda. Amaliyotda bizning Sharq Turkistonda necha hassi ko'p bo'lgan Xitoylarning orasida nimishqa bunday hassilab ko'paytmaysan shu shaharlaringda. Nimishqa bizning vatanda buncha ko'paytishga tirishib qolding. Buningga urinayotsan, maqsading o'choq. Qari niyating o'choq amaliyotda. O'ylab qo'ying. Xalqimiz mana shundaq darajada har tarafdan bu tajovuzchilarning ham boyligimizni talon-taroj qilishi, ham xalqimizni mana shundaq nejislarcha eng vahshiy shaklda bostirishiga duch kelyapmiz. Bu o'tirg'a qo'yilayotgan. Xitoyning o'zi o'tirib qo'ygan masala. O'ylab qo'ying. Buni tasavvur qilaylik, tafakkur qilaylik. Nima kunlarni ko'ryaptik. Albatta bularning har birining hisobi elinadigan kun kammay qolmaydi, buningga ishonchimiz komil. Xitoy hargiz bu shaklda davom qilmaydi. Ko'rishimiz, bular bilan bo'lgan urushimiz davom qiladi. Allah ömür bersə aldığımızdaki hafta yana o'xshash kunda ko'rishgacha aman bo'lgaysizlar. Tekrar haytinglarga muborak bo'lsin deb tilaymiz. Albatta qalbinglarni xushal qildigan bu hech bo'lmasa bu shu hayit kunlarda bo'lsa-mu, yana bir ikki xabarimiz qolib rasman TV andekin sunib o'tayman uni. Sizlarni bir chekringlarga qalbinglarga bir xushallik yetkazadigan, hanim bo'lsa bu ish yopdi deb degizishni arzu qilardik. Bunu ümit qilardik. Ammo lekin ana shundaq bir nejis bir tajovuzchilarning qo'lida bo'lib qolganligimiz uchun har qancha izlab so'rab yursakmi, buni yeb betishga, buni ko'mib qo'yib turishga, buni tashlab qo'yib turishga imkonimiz yo'q. Bizni ham tirik tutadigan narsa bu. Bu dushmanimizning jinoyatlarini har doim mana shundaq mayli qanday vaqti bo'lsin, buni his qilib turib, bunga qarshi harakat qilishimiz kerak bo'lgan masala qadrli ko'rmalarimiz.